Tarixga nazar solsak, o'tgan davr mobaynida yurtimizda ulkan o'zgarishlar ro'y berdi. Xalqimiz milliy qadriyat va an'analarni qayta tikladi. Erkin, ozod va obod vatan bag'rida osmono'par binolar qad rostladi. Anvar, eng ulug', eng aziz bayramimizni esa har bir vatandoshimiz o'ziga xos yutuqlar bilan qarshi olmoqda. Ushbu bayramni samarqandliklar ham ko'tarinki kayfiyatda nishonlashyapti. Unda Dilnozaxon navbatni samarqandlik muxbirimiz Mo'tabar Nurmuhammedovaga beramiz. Marhamat. Necha yillar narida Amfiteatr monitorida o'tgan kunlar va bugungi davrni aks ettirgan rolik namoyish etildi. U kecha kim edigu bugun kim bo'ldik degan savolga aniq javob topish imkonini berdi. Shu kuni bayram shukuhi, faxr va g'urur tuyg'usi har bir ishtirokchining qalbida bo'y ko'rsatdi. Vatan, istiqlol, bugungi tinch osuda hayotimiz madh etilgan kuy-qo'shiqlar barchaga shukuhli onlarni baxsh etdi.